Men razilyoylarni to'kib olib bormaydigan kurerman agar bilsanglar. Choy baribir to'kibdi. Pol ochaymi endi klient nomerini. Nima qilishim kerak? Anu kichkina sumkada faqat pitsa berib qiynaveradi. 4 kilometr peshkom yurib olib borish kerak ekan. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Toshkent Eats kanali va kuzatib turganinglar Karbonika. Kuryer xoniminglar o'tgan safar asabi buzilib, Yandex slotini tag tugi bilan yoptirib yuborgandi. Sababi yarim kechasida men bilmaydigan tomonlarga olib borib qo'ygandi Yandex meni 6 kilometrga zakaz berib, oddiy velo tarifdami, velo tarif deydimi? Shunaqa berib qo'yganligi uchun yopiverdim hamma narsani. Yandexda 2-chi kun, undan oldin umuman ishlamadim va men bu yoqda nimalardir chiqib qopti, chunki 2 kun kirmagandim programmaga. Bu ham menimcha fotokontrol so'raydi. Xo'p. Va selfiem tiniq chiqishi uchun telefonimni olaman u. Mana bunaqasiga rasmga tushib yorishim kerak. Yandexchilar buni biladi. Men Yandexda endi ishlayapman. Men Yandexda ancha oldin ishlaganman-da. U payt boshqacharoq edi menimcha va juda kam ishlaganman. Hozir yana ishni boshlayapman. Bu 2-chi kun ishlashim. Hozir menda anaqa peshkomda turibdi. Men bu yoqda menga tez buyurtmalarni o'tkazib yuborasiz deb qanaqadir shtraf kelganmikin. Narusheniya kelgan, xo'p. To'g'risi men o'qishga erinmayman. Nima bo'lsa ham bugun zakazga chiqaman ishga-da. Menga zakaz beradimi, yo'qmi? Chunki o'tgan safar anu klient topolmay qolgan paytim, o'tgan safargi videoda ko'ringlar-da. Klientni topolmaganligim uchun ko'p zakazdan o'tkazib bordim-da. Eng qizig'i, klientning telefonini qidiraman desam, zakaz kelaveryapti. Nomerni olishga imkon bo'lmayapti-da. Programmada turibdi nomer, men bosmagandim telefon qilish degan narsani. Shuning uchun zakazga klient o'zi chiqib olib ketuvdi. Yana meni uzoqqa berib yuborgan. Men zakazdan olishga qo'rqdim, chunki men o'zi shahar chekkasiga olib keldi. Shahar chekkasidan yana ham chekkaroqga chiqib ketishdan qo'rqdim, chunki kechasi edi. Kechqurun bilmaydigan joylarimda kurerlik qilmayman. Kunduz bo'lsa mayli edi, bemalol qaytib kelaveraman, lekin hozir men peshkom tarifda zakaz ishlab ko'raman, qani necha kilometrga tushadi. Agar zakaz umuman bo'lmasa majbur bo'laman velo tarifga o'tishga. Chunki hozir kunduzda mayli uzoqqa bersam ishlaymiz sizlar bilan. Mana sizlarga ko'rsataman, o'sha oxirgi kun ishlaganim turibdi va men bu yerda balansimda 300 ming pulimni men hali ishlaganim yo'q, shu pulni chiqazib olishga harakat qilaman. Va men bu yerda o'zi ko'rsataman, nimaga kirmayapti bu. Men shular telefon qilib xit qilib yubordi, lekin bor. Kerak emas desam ham qayt. Короче, menda peshkom turibdi, lekin men programma telefonim omonatda, ekraniga uraversam battar bo'lib qolishi mumkin. Mayli, короче, bu peshkomda turibdi, sizlarga bosaman deb bossam mana ko'ryapsizlar, ishlamayapti. Biz hozir erkin slotni yoqamiz-da, menda slot yo'q. Men bu yoqda mana erkin slotni bosamiz. Qayerdan zakaz tushishini bilmayman. Men hozir C1 va Ekopark tomonlarga yaqin turibman-da. Xo'p, boshlandi уже. Sizga zakaz izlayapmiz deyapti va open slot, ochiq slot ishlayapman. Birinchi zakazimiz Bondan, Oqqo'rg'ondan tushyapti. Orqada ekan demak. Aytgancha esimda yo'q. Business Center Onyx. Oho! Bitonkaga olib chiqib yuboryapti-ku yana. Mayli, tasavvur qilinglar, peshkomga shuncha beryapti-da. G'alati emasmi? Bo'pti, mayli, men shotimdagi pulni chiqarib olishga hozir qiziqaman ko'proq. Ketdik, ishni boshlaymiz. Balki meni Yandexga ko'nikishim sal qiyin bo'layotgandir, chunki men o'zimga o'rganib qolgandim. Lekin hozir qaranglar-da, peshkomga shuncha beryapti. Menimcha bu 1,5 kilometrdan uzoq. Undan keyin yana ham anaqa Bitonkaga Onyx degan joyni bilaman-da. O'sha joyga yetkazib berishni beryapti menimcha. Endi tasavvur qilinglar, peshkom odam bitta kofe oldi, masalan, bonda kofe sotadi yoki qanaqadir ovqat olib bordi. U ovqatni olib borguncha o'sha ovqatni olib borguncha uni sifati buzilmaydimi deb o'ylayapman-da. Chunki men peshkom kuryerlarni ham ko'ryapman Yandexda. Peshkom ovqatni yetkazib berguncha ovqat sifati buzilmaydimi, to'kilib qolmaydimi yoki baribir sovib qolmaydimi degan narsa o'tdi xayolimdan. Lekin peshkom kuryerlikka umuman qo'shilmayman. Men ekspressga chiqqan paytim 2 yil oldin birinchi kun peshkom kuryerlik qilganman. Vaqtga ulgurish qiyin juda ham. Chunki velida bemalol yetib olasiz, agar veli tarifga chiqsangiz ham bemalol ulgurasiz vaqtiga.
Lekin peshkomga juda kam vaqt edi u. Men uchun men ulgurmaganman. Tez yursam ham yugurish kerak-da, prям. Yugurib borsangiz charchaysiz-ku. Qattiq necha marta ishlashingiz kerak. Kuni bo'yi yugurib yurishni tasavvur qilinglar-da. Mana shunaqa edi. Shuning uchun keyingi kuni sraz arendaga berib olganman endi. Zalogga narsa berganman. Nima deydi? Pulim bo'lmaganda. Do'stlar, menda hali 12 minut bor. Men lekin banka уже yetib keldim. Lekin bilmayapman. Peshkom buncha joyga hali yetib kelsa bo'larmidi, yo'qmi degan narsa hayolimdan o'tyapti. Hozir zakaz olaman. Olib borib beradigan joyim ham 2 kilometrdan oshadi. Va unga ham berilgan vaqtni ko'ramiz. Peshkomda ham menga hozir bitta zakaz tushdi. Hali multi zakaz tushgani yo'q. Mayli. Ish davomida sizlarga yana batafsil aytib boraman. Endi olib borish uchun normalniy vaqt berdi deb o'yladim. Chunki menda hozir kilometr ko'rinmadi, chunki Yandex X'ni ichki navigatordaman-da. Alohida Yandex Maps'ga o'tib olmaganim uchun hozir kilometrni qatdan ko'rishni bilmayapman. 17 minut menimcha yetarli, lekin to'g'risi bilmadim. Peshkom ishlab ko'rmaganman, nimadir deyishim xato. Men orqamdagi sumka katta-yu, o'shani kechadan beri olgan paytimda ham maza qildim. Va endi pizzani maza qilib orqamda bemalol tashiyman deb. Anu kichkina sumkada faqat pizza berib qiynaverdi. Ana endi pizza zakaz beringlar, men pizzani shunaqa cho'tki qilib boray. Alam qilib ketyapti-da, shunda sumkam bor, pizzaga zakaz tushmayapti. Hozir orqamdan bova kelyapti. Hozir olaman. Давай. Wow. Prям stok holati, salondan chiqqandagi holatda ekan. Hech narsasiga tegilmagan. Xudo xolasa Allohga olsam biz ham bitta bosib o'ramiz, a. Bilasizmi, odamlar nimadir olmoqchi bo'lsa, katalogdan tanlaydi-yu, nimadir o'ziga yasattirmoqchi bo'lsa yoki. Ammo o'sha katalogni joy hayotda ko'raman-da. Bundoq qarayman, o, mana bu narsa zo'r ekan deyman. Mana shu joydan hamma narsadan bir narsasini uzib olaman-da. Mana shunaqasidan olaman. Bu yog'ini mana bunaqa qilaman. O, mana bu joy zo'r ekan. Yoki mashinani, yoki ko'chani, yoki uyni, hovlini, fasadni mana shunaqa o'g'irlab yurayman. Iziyalarni o'g'irlab yurayman. Bu narsani bilmasam, yuragim so'zimcha gapirmayman-da. Rostdan uzoq joyga keldi, jim turgan-ey. Xo'p, endi klientga telefon qilaman desam, mana bunaqa deyapti. Xo'p, klientni qayerdan topaman? Do'mbira chalib chaqiramanmi ko'cha o'rtasida? Asabiylashmaymiz, hammasi joyida. Biz hozir buni ham hal qilamiz. Lekin klientga qanday telefon qilay? Hozir ovqatni berishim kerakman. Yaxshigina uzoq joyga zavodlar ichiga mana olib kirdi. Xo'p. Lekin men bosolmayman-ku, klientga qanday aloqaga chiqaman? Yandex yordam beringlar deb endi Yandexning o'ziga chiqamiz. Hamkorlarni qo'llab-quvvatlash. Voy, sabr. Grammatni yozib qo'yishadi, lekin o'sha knopka ishlamayapti. Qayerdan yozadi? Supportga kiraman. Iltimos, reklama shart emas. Chetga kiramiz. Hop. Sizlar ko'ryaptimi? Ko'rmasam endi. Interact to customer. Hop. Ey, yozishim kerakman. Menga tugma chiqarib berman. Assalomu alaykum. Orqamdan mashina keladi. Hozir kelib soladi meni. Yurlar. Bizda texnik muammolar. Yaxshimisiz? Meni rosa qo'ygan holimda. Hop. Kerakmikin shu bizga asabizorlik. Klient nomerini tayyor chiqarib qo'ysa nima bo'ladi? Biz bekorchi emas, biz klientga boshqa payt telefon qiladigan. Klient nomerini ochiq oydan qo'yib qo'ysa bo'ladi-yu, tavba. Onasiz bitta klient nomerini so'rash uchun men bularga 1 soat hozir yozish kerak, bularning javobini kutish kerak. O'zimda masalan biror marta nomer bo'yicha muammo chiqmadi. Oldingi videolarda bemalol ko'rishinglar mumkin bu narsani. Assalomu alaykum. Biz adashmay kelibmiz. Bitta qiz chiqib zakaz olib ketdilar. Va menga 5000 chivi ham berdilar, rahmat. Shuncha kutib asab bo'lganimga. Lekin haligacha Yandexdan javob olmadim va men bu telefon raqam haligacha ishlamayapti. Lekin ular aytdilar, men telefon raqam qoldirgandim dedilar. Demak, bu klient emas, balki Yandexning muammosidir. Bilmadim. Endi zakaz biz topshirdik qilamiz-ku. Tasdiqlash. Xo'p. Endi yangi zakazni berishini kutamiz. Multi order deyapti. Yangi zakaz shunday o'zidan o'zi olinibdi. Chunki aytgancha, men zakazlarni o'tkazib yuborganimga endi menga avto zakaz beryapti. Men qabul qilmasam ham o'zi qabul bo'lib qo'yotgan ekan. Tushunarli. Undan ko'ra bloklab qo'yiladimi? Xo'p, endi klientga bosamiz.
tinchgina shu o'zimni kartamda keta qolganim yaxshi. Bu zavoddan chiqib ketishim kerak birinchi navbatda. Ko'pchilik kommentariyada yozibdi, yo'nalishni piyodaga emas, velikka yoqib oling deb. Da yoqolsa bo'ladi, lekin velikka yoqsam ko'p joylarda strechni joylardan aylanib o'tishni, anaqa qilishni, trotuar bo'lsa ham aylanib kelib razvorot qilishlarini ko'rsatadi. Uzr, boshqa pavorotdan kirib qoldim. Mana shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Chunki men faqat kuryerlik qilmayman-da. Sizlarga video ham olib turaman. O'shanga men pishkomni yoqib olaman. Mana qaranglar, pishkomda strechni ko'rsatmaydi. Eng kichkina yo'laklar bilan ko'rsatadi. Eng kichkina yo'lakdan ham velikli odam o'ta oladi-da. Yapon mamadan zakaz tushgan va men bu Yapon mama bitta joydan olib, ikkita klientga olib borish kerak buni. Qarochi Yapon mama men bilgan restoranlar ichida ko'p kutiradigan ikkinchi restoran. Chunki oldin Bonda ham rosa kutib qolganman. Qarochi rosa uzoq kutirgandi. Bir marta Taras Shevchenkoda ham, Kosmonavtli metro tomonda ham bitta filiali bor. U yoqda ham rosa kutganman. Hozir bu yoqda ham kutayotganimga 8 minutcha bo'lib qoldi. Odatda restoranlar uzoq 10 minut kutiradi, lekin men eng uzoq kutganim 1 soat bo'lgan Yapon mamada. Undan keyin kutganlarim 40 minut kutganman, yarim soat kutganman shunaqa. Nima iloji ko'ramiz. Yandexda qanchalik tez berar ekan zakazni. Bitta zakazni oldim, sumkam mana ichkarida turibdi. Hali endi ikkinchi zakazni kutib turibman. Qachon berarkin? Keyin menga qaranglar-da. Mana nimaga bosilmaydi hech qaysi telefon ishlamayapti, telefoning buzilgan demoqchiman. Masalan, o'tib ko'rmoqchiman. Ko'rsatishim mumkin mana. Xuddi o'sha yerda tushunmayman-da, nima ishlamaydimi programma? O'zi programmadami? Qo'g'i. Mana boshqa narsaga ishlayotdi. Agar telefon ishlamayapti, telefoning buzilgan demoqchi bo'lsangiz, masalan, men sizga ko'rsatishim mumkin mana. Xuddi o'sha yerda knopkalar bemalol ishlayotdi deyman-da, hech qanaqa muammosiz. Telefonni bosaman. Gazza oldim, rasmga olish ham kerak ekan. Qarochi sumkaga solib bo'lganimdan keyin ko'rib qoldim rasmga olish kerakligini. Lekin bilib bo'lmaydi-da. Hozir ikkita zakaz bor. Bilish sal muammo bo'lyapti menga. Keyin endi men bitta ko'rsatyapti. Boyadan beri qidirdim summasini. Hali zakaz olib bo'lmagan edim. Men birinchi 115 minglik zakazni olib boraman. Endi chekka qaramasdan o'zim chekka qarayman-da. Lekin chekda 115 minglik zakaz bormidi, yo'qmidi? İchiga kirib bo'lmayapti, nima borligini, chekni ko'rib bo'lmayapti. U faqat mendami yo programma shunaqa qilib qo'ydimi? Menimcha Yandex meni jazolagan, smenasini atmay qo'yib o'rganim uchun. Chunki ikkinchi klientda ham telefon raqami ishlamayapti. Ana endi klient chiqishini kutamiz, chunki bizda klient telefon raqami yo'q va biz filologiya maktabini oldidamiz. Birinchi zakaz topshirdik, endi ikkinchisiga ketamiz. Men o'ylayapmanki, balki Yandexda klientlar uchun shunaqa imtiyoz bor, ya'ni klient kuryer kelganda menga telefon qilmasin degan qanaqadir knopka ularda bordir. Ya'ni bizlarni telefon qilishimizni ularga cheklab qo'yadigan nimadir bor ekanki deb o'ylayapman. O'zimda bunaqa narsa yo'q edi, to'g'risi. Yandexning yangilangan qonunlaridan xabarim yo'q. Hozir men pishkom tarifda ishlayapman-ku, piyoda tarifda. Zakazlarni yopilgandan keyin agar o'zgartirish iloji bo'lsa, velikka o'tib olaman-da. Qani velikda yana shunaqa uzoq zakaz beradimi yoki qisqa zakaz beradimi? Balki o'sha birinchi zakazim qanaqadir noto'g'ri bo'lib qolgandir o'tgan safargi videoda deb o'ylayapman. Adashib menga 6 kilometrlik zakaz berib o'rgandir yoki mana moto kuryerlar bo'lmaganligi uchun menga ko'p beryaptimi, shuni aniq sizlarga aniqlab aytaman. Agar iloji bo'lsa pishkomdan velikka o'tishni, slot hozir menda ochiq slot-ku, erkin slotni yopib velikka o'tib yana qaytib slotga chiqa olamanmi yo'qmi shuni bilmoqchiman. Yandexning piyoda kuryerlari tan berdim sizlarga. Respekt вообще bor-ku. Gap yo'q, agar shuncha joyni sizlar pishkom bosib o'tadigan bo'lsanglar. Velikda bilinmaydi, lekin men kelayotgan ko'chalarni ko'ryapman-da. Shuncha joydan piyoda olib borib beradim ya, shuncha zakazni. Voy 40 minutdan ko'p vaqt ketadi-yu bunda deb o'ylayapman-da. Chunki ko'chalar oddiy tekis ko'cha emas-da. Baland, past ko'chalar, u tezlikni baribir kamaytiradi-da. Men sizlarga respekt etim bor, qoyil qoldim. Da, to'g'ri, piyoda kuryer kam ko'ryapman ko'chada, lekin o'sha 1-2tasi bo'lsa ham, endi chiqqanlar bo'lsa ham sizlarga вообще besh ketdim lekin. Slotni yopilishiga tipa zakaz berib qo'ydim. Ya'ni oxirgi zakazimni topshirganimdan keyin slot yopiladi o'zidan o'zi.
keyingi zakaz tomon ketyapman. Yandexdagi eng yoqqan narsa mana shu bo'ldi. Ya'ni ochiq slotda xohlagan payti yopsa bo'lar ekan, oxirgi zakaz topshirgandan keyin o'zi yopilar ekan. Menga shu narsa kerak edi. Ya'ni slot olmagan paytda ham ishga chiqish mumkinligi kerak edi. O'zimda bu narsaning iloji yo'q. O'zimda smena bo'lmasa ochiq slotda ishlash, bemalol yopish degan narsa yo'q-da. Endi vaziyat bo'lib qolsa, masalan, nimadir buzilib qolsa, veli buzilib qolsa yoki ishga chiqa olmaydigan bo'lib qolsangiz, ishlay olmaydigan bo'lib qolsangiz, poddershka orqali buni tushuntirib yoptirishingiz mumkin, lekin shtraf keladi. Shtrafni ham agar shtrafga aniq sabab keltira olsangiz, rasm video bilan shtrafingizni qaytarib berishadi. Atak Yandexning shtrafini bilmadim. Men o'tgan safar slotimni yoptirgandim. O'shani hozir to'xtagandan keyin sizlarga aniq ko'rsataman. Nima bo'pti, nima qo'yibdi. Bondan choyli zakaz oldim. Issiq choy bor. Xo'p, men pishkom tarifi deydim. Qaranglar, 47 minut berdi. Endi necha kilometr ekanligini kirib ko'ramiz sizlar bilan. Bu yerda necha kilometrlik ko'rsatmaydi, shuning uchun Yandex Maps'ga o'tib ko'rsataman. 4 kilometr pishkom yurib olib borish kerak ekan. Bu choyni va ovqatni. Вот это да. Biz choyni to'kmasdan olib borish bo'lganligi uchun choyni bir chekkaga mahkamlab qo'ydim va men dasta tomoniga qo'ydim. Chunki hozir men taqqan paytim sumkam mamdoq bo'ladi. Shunda u devoriga tiraladi sumkam deb o'ylayapman. Endi fizikani yaxshi bilmayman-ku, lekin eplasa bo'ladi choyni to'kmasdan olib borish. Men razilgoylarni to'kib olib bormaydigan kurerman agar bilsanglar. Xo'p, zakaz topshirgani keldim. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. O'zimda masalan dom, pod'ezd, kvartirani raqam yozib qo'yilgan bo'ladi-yu. Bunda hali nechta zakaz ishladim? 4 dan 5 ta ishlagan bo'lsam, hech qaysida olib chiqib bermadim. Hammasida klientning o'zi keldi. Idaji yozib ham qo'yilmagan pod'ezd, kvartira, uyga olib bormadim. O'zimda olib qarasa, hammasi qanaqadir tashkilotlarga, ishxonalarga olib bordim. Telefon haligacha ishlamayapti. Ko'rishingiz mumkin. Telefon qilib bo'lmaydi va men yana kutib turaman. O'zi kelib olib ketishar ekan. Bu qaysidir tomondan yaxshi, qaysidir tomondan yomon. Chunki bilmadim, o'zingizlar o'ylab ko'rsanglar, ba'zan yaxshi, ba'zan yomon deb bu narsa. Baribir klient bilan aloqa bo'lish kerak, chunki siz klientning narsasini olib kelyapsiz. Choy baribir to'kilibdi. Chunki Bo'zbozordan Yashnobod metroni oldiga keldim hozir. To'kilibdi. Hozir lekin klientga aytaman, oldin ham shunaqa qilardim. Ular shtraf bergandan ko'ra choyni pulini to'lab yuboraman. Ular anaqa jalba tashlamaydi. O'zimda ham shunaqa qilgandim bir marta. Qo'ldan to'kib yuborganimda, chunki u ham 5 kilometr uzoq edi. Mana yerda zakaz kutib, keyin yozib yubordim hozir mana. Hozirgina yozdim. Mana soat ko'rinsin. Mana hozir yozganman. Nomerini beringlar deb yozib yubordim keyin. Ovqatni olib ketsin. Kamda choy to'kilgan. Chiqmaydimi, ko'rmaydimi bunda obra? To'g'risi bor-ku. Mana shu Yandexdagi 300 ming pulim chiqazib olay. Ishlamayman. Boshimni qotirib tashlashdi bor. Rasmga olish kerak, kodini aytish kerak. Qanday ishlayapsizlar? Ani slotga chiqmagan uchun ham slotni yopib yubordim. 16 ming shtraf qilibdi. Mana o'shani ko'rsatyapman sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? 46 ming, 16 ming slotni to'g'rilash uchun degani olib tashlagan. Asabim buzilyapti. Kamida programma ham. Men o'zimga ko'nikib qoldimmi deyman-da, borib programmasi uni yalkiyroqligi uchunmi, buni hozir oq qilib bo'lmayapti. Qattan oq qiladi. Yo'q, klientga hali bermadim ovqatni. Qani klientning nomerini berlaring. Telefon qilsam mana chiqmayapti, nomeri chiqmayapti mana. Slotimni yopmoqchi edim, baraka topkurlar. Bu yerda Yandex aytyapti, 2 marta telefon qil klientga. Qattan telefon qilaman, menda nomeri ko'rinmayapti klientni. Qattan telefon qiling, qattan. Fol ochaymi endi klientning nomerini men? Nima qilishim kerak hozir? Yo'q, mana nomer chiqmayapti. Klient o'zi ham chiqmayapti. Menga dash telefon qilmayapti klient. Nima qilgansizlar Yandex bilmayman. Yana support menga uzun xat yozadi. Uzun qilib tushuntirish kerak emas, qisqagina lo'nda qilib tushuntiringlar. Biz 1 soat kitob o'qishimiz kerak emas, biz ishlashimiz kerak. Gaz topshirib bo'lgandan keyin klient nomeri beryapti. Hech narsa yo'q sizlarga mana. Prem asabim buzdinglar. Slotim yopildi.
slot davomida ishlagan pulni o'tirib biror joyda ko'raman. Insonni xato qilishi tabiiy holat, lekin o'sha xatoni bila turib ikkinchi marta takrorlash bu haqiqiy ahmoqgarchilik. Va shu narsani bilganligim uchun men velo tarifda kurerlikka chiqmaydigan bo'ldim. Ya'ni pishkom tarifda kurerlikni slotni yopdim va bugun boshqa chiqmasam kerak. Xo'p, bugun ishlagan pulimni sizlarga ko'rsataman desam, Mamtga kiramiz va men 53.800 so'm ishlabman. Xo'p, siz o'zingiz aytdingiz, kilometr sizga aloqasi yo'q deb aytganingiz-ku deydiganlar bo'lsa-da, menga kilometrni umuman qizig'i yo'q, agar puli o'shanga yarasha to'laydigan bo'lsa, lekin o'rtoqlar, olib boradigan ovqat mashinada tezroq boradi 6 kilometr yoki 4 kilometrga, lekin velosipedda 10 minut kechroq boradi. Pishkom vobshe kech boradi. Men 4 kilometrga Bo'zbozordan Yashnobodgacha choyni olib borguncha yarmi to'kildi va klient mendan jalba qilmasin deb choy oddiy choy emas ekan, imbirniy choy ekan, 25 ml. Men bitta chek ko'rsatilsa, sizlarga ko'rsataman. 25 ml choy ekan, u qiz yo'q, kerak emas dedi, lekin men o'zim ana qildim, chunki meni xatoyim sababli bo'lgan edi. Men majbur bo'ldim, unga 20 ming tashlab berdim. 20 ming men sizga tashlayman dedim. Anaqa jalba qilishingiz ham kerak emas. U jalba qilmayman dedi. Baribir ham bu choyga pul to'lagan, icha olmay qoldi. Choyni yarmidan ko'p to'kilib ketgan edi. Oddiy choy emas ekan. Xo'p, endi tasavvur qilinglar, o'sha choyni yoki kofeni 6 kilometrga tushib qolsa, agar velo tarifga chiqsam, velo tarif menga 6 kilometr berdi. Aniq bo'lib turibdi, oddiy pishkom kuryer 3 kilometrdan 4 kilometrgacha berilayotgan bo'lsa, demak, velo kuryerlarga 6 kilometrdan 10 kilometrgacha beradi. Men uni aniq bilmayman. Lekin hozir uje chiqmayman. Men balansimdagi pulim ko'rishinglar mumkin 300 ming turibdi. Men bu balansdagi pulni qachon yechib olaman unda? Nima deb o'ylaysizlar? Balansim pulni umuman bitta ham zakazim balansdan tushmadi. Lekin meni majburiy to'ldirdi, mana shu richdagilar majburan 300 ming to'lanmasa zakaz tushmaydi boshqa dedi. Mana hech qanaqa balansimda pul bo'lsa ham balansdagi puldan ketmayapti u zakaz. Qaranglar o'zingizlarga. Men endi hamma narsani ochiq oyda aytyapman. Hech kimning tarafini ham olmayman. Uzumda ham xuddi shunaqa qilib aytganman. Uzumda ham hech kimning. Men hamma narsani boricha olib chiqaman. Shuning uchun menga na Uzum, na Yandex reklama bermaydi. Menga umuman menga reklama berish uchun o'sha odam berayotgan narsasiga uverin bo'lish kerak, rostdan ham zo'rligiga. Chunki agar nimadir yomon tomoni bo'lsa, men uni baribir aytib chiqaman. Men shunaqa odamman, og'iz ochiqman. Yashira olmayman. Yomonini yashirib, yaxshisini oshiradigan odam emasman men. Xo'p. Gapni qisqasi o'rtoqlar, bugungi videomiz mana shunaqa yakun topdi. Biz bugun ishlagan vaqtimiz ichida 58 ming so'm yoki 53 ming edi. 53.800 so'm ishlabmiz. Pishkom tarifda ishladik. Ko'rdinglar o'zingizlar nima bo'lganini batafsil, umuman hech narsani yashirmasdan qo'yib boryapman. Videoga like bosinglar, fikringizni yozinglar. Yandexchi kuryerlar bo'lsa, o'zingizlar menga tushuntiringlar agar men tushunmagan bo'lsam. Men bu joyim mana bunaqa, siz noto'g'ri qilibsiz deylar yoki bizda unaqa emas. Sizlarda qanaqa o'zi? Qanaqasiga boshqacha bo'lishi mumkin. Men masalan Rich X'dan o'tganman, boshqalar qayerdan o'tgan. Agar men qanaqadir videolarimdan pul ishlash niyatim bo'lganda, davno o'zimni silkamni qo'yardim. Men shu silkadan kuryerlikka o'tinglar, men pul olaman. Men pul olardim. Menda shunaqa ham qilganim yo'q. Menga u narsa kerak emas. Hech qayerda silka ham qo'ymaganman. Uzumda ham, Yandexda ham. Kim ishga kirmoqchi bo'lsa, o'z ofisini topib boradi. Meni silkamdan o'tishi, menga uni orqasidan pul kelishi qiziq emas o'rtoqlar. Bu narsa uchun emas. Xullas kalom, Karbonika sizlarning kuryer xoniminglar o'z ishini tugatdi, videosini ham yakunlaydi. Va sizlardan iltimos, meni qo'llab-quvvatlanglar. To'g'risi, men bu kontentni yaxshi ko'raman, chunki odamlarga foydali bo'lyapti. Men shunaqa narsalarni ochiq olib chiqayotganim. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan keyin yana shunaqa videolar olishga davom etaman.